Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Inshaalloh mana karlik baranchalarimiz ikki kishiga sotildi, ikkitadan. Bir parasi shahriga ketyapti, bir parasi Andijon Xo'jobodga ketyapti. Baraka topsin olgan odamlar. Teglari, tumshuqlari joyida, yaxshi. Mana buni solamiz. Mana bular ham, taglari ham, tumshuqlari ham yaxshi. Inshaalloh yaxshi holatda. Bu qoralarning ikkitasi mana taglari yaxshi. Xo'jobodga ketyapti. Baraka topsin ilohim. Tumshuqlari juda chiroyli kelgan mana. Mana bunisi ham taglari, tumshuqlari yaxshi. Xo'jobodga bir paradan Xo'jobodga ketyapti. Hozir buni endi chiroyli qilib skotchlab jo'natib olamiz egasiga. Hozir bittadan skotch tortib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 93lik 782 11 22, 88lik 332 30 31. Albatta like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana hozir busini ham bitta skotchlab qo'yamiz inshaalloh. Chiqarib olamiz bu yo'llarni. Hozir buni yozib qo'yaylik. Eski shahar. Xo'jaobod. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xohlasa mana quyonchalar solindi. Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarga boqsin ilohim. Kimga qiziq bo'lsa, yana quyonlarimiz bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.